Hammaga muqaddas Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan roza tutishning inson tanasiga foydasi haqida gapirishamiz. Roza tutish organizmni ichki tozalashga yordam beradi. Ovqatlanish vaqtini cheklash tanani keraksiz toksinlardan xalos qiladi. Bu jarayon jigar va buyrak faoliyatini yaxshilaydi. Shuningdek, roza hazm qilish tizimiga dam beradi. Oshqozon va ichaklarga bo'lgan yuk kamayadi. Natijada tanamiz sog'lom va energiyali bo'ladi. Roza faqat tanani emas, ruhiyatni ham mustahkamlaydi. U sabr va intizomni rivojlantiradi. Har kuni roza tutish orqali inson o'z xohish-istaklarini nazorat qilishni o'rganadi. Bu esa stress va bezovtalikni kamaytiradi. Roza yurak sog'ligiga ijobiy ta'sir qiladi. Qon bosimi barqarorlashadi. Qon aylanishi yaxshilanadi. Yomon xolesterin kamayadi. Yurak kasalliklari xavfi pasayadi. Qisqasi, roza yurak va qon tomirlarini sog'lom saqlashga yordam beradi. Roza immunitet tizimini faollashtiradi. Tanadagi yallig'lanish kamayadi. Hujayralar yangilanadi. Shuningdek, roza tutish tanani zo'riqishlardan himoya qiladi. Energiya optimal ishlatiladi. Roza sabrni o'rgatadi. Insof va rahm-shafqatni oshiradi. Bu insonni boshqalar bilan mehr-muhabbatli qiluvchi fazilatlarni rivojlantiradi. Shu sababli roza nafaqat tanaga, balki qalbga ham foydalidir. Aziz do'stlar, ko'rganingizdek, roza faqat diniy amaliyot emas. U sog'lik va ruhiy barqarorlikning manbai hamdir. Hammaga kirib kelayotgan muqaddas Ramazon oyida ajru savoblarga muyassar qilsin. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Kanalimizga obuna bo'ling.